Bu subsidiya hozir mana biz oldingi videomizda subsidiyani ko'targan edik. Subsidiya ko'p, juda ham ko'p haligi tushunmovchilar juda katta ekan hali bizda. O'shuning uchun subsidiya jarayoni sekinlashib ketyapti. Endi buni biz tezlatishimiz kerak. Buni xalqqa ommaga ko'tarib tezlatishimiz kerak. Mana prezidentimiz tomonidan shu narsalar ochildi, shularga ruxsat berildi. Quyosh panellariga mana subsidiya deganda 1000 so'mdan sotib olyapti. Mana bizni hozir 20% subsidiyamiz nimani anglatadi? Bu qaytarilmas bu. Hali hamma har xil tushunyaptiki, bu kreditmi, yillar davomida qaytaramanmi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q bu yerda. Bu faqat sizlarning o'rinlaringiz, sizlar o'sha summani bizga to'laysizlar, sizlar to'laydigan summani davlat bizga tashlab beradi. To'lab berishadi. O'shaning hisobiga oddiy qilib tilda tushuntiraman. Masalan, 75 million so'mlik tovarimiz 20% chegirganda sizga 60 millionga tushadi. 60 million siz bizga to'laysiz, olgan 15 million Moliya vazirligidan bizga moliyalashtirib beriladi. Sizlar o'sha narsani to'laymiz. U summa qaytarilmas summa. Hech kim qaytarmaydi. Har bir kadastrga subsidiya olishga haqqi bor. Har bir kadastrga. Ko'pchilik savol beryapti. Kreditim bor edi-yu, qachon qaytaraman? Bunaqa gaplar yo'q. Bank tarixiga kredit, bunaqa narsa hech nima ta'siri yo'q. Bu o'zi alohida narsa bu. Faqatgina subsidiya olganlarga, masalan, oldingisi Energy Market orqali olingan subsidiyali xonadonlar qaytib olmaydi. Har bitta xonadonga bir martalik subsidiya bor. Bunda mana teplovoy nasosga, issiqlik nasosiga 40%, juda ham hozir zo'r qulay. Issiqlik quyosh suv isitiga 20%, quyosh panellariga 20%. Bundan unumli foydalanish kerak. Hamma nima deydi? Bizda like bosing, bunaqalar narsalar yo'q. Siz yaqinlaringizga ulashing, maslahat bering. Like pay kerak emas bizga. Shu to'g'ri foydalansak bo'ldi. Shu tanishlaringga yuboringlar. Shundan foydalanishsin, 20% subsidiyadan. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shu nomerga qo'ng'iroq qilasizlar. Biz hamisha xizmatga tayyormiz.